Voy. Shu oyog'imni orqa bir kun o'tib ketar. Voy. Har safar onamni oyoqlari, bellari og'riganda bildirmaslikka harakat qiladilar. O'tib ketadi deb chidab yashaydilar. Buni bolaligimdan beri ko'raman. Oxirgi paytlar ezilib ketdim. Voy, belim. Voy. Ha, Oyjon. Voy, har doimgidek o'tib ketardi belim. Voy. Har safar onam o'tib ketadi deb aytsalar, yuragimda og'riq paydo bo'ladi. Chunki men bu gapni bolaligimdan beri eshitaman. Men onamning og'riqsiz ko'rishni orzu qilaman. Onasi? Qara Oyjonni oyoq og'riqlariga mana Alivida plus olib keldim. Bunichi afzallik tomonlari tabiiy, ichishga oson, zarar qilmaydi va ta'siri kuchli. Mana shundan bir foydalanib ko'rsinlar. Onamni bir amallab shu mahsulotlarni iste'mol qilishga ko'ndirdim. Onam rozilik berdilar va birinchi marta og'riqsiz kun bo'ldi. Mishkur aytay takror. Siz tasavvur qila olasizmi? Onam bugun yengil yurdim dedilar.